Hozir o'zi yangi shu ishni yuzayotgan ukalarimizga nasihat qilib chiqdim-da. Ey, yangi ish boshlaganlar, musulmonsan, tavhiddasan, haromdan uzoqsan. Qo'lingdan kelgancha taqvo qilyapsan. 5 mahal namoz o'qiysan, roza tutyapsan, sadaqa ihson qilyapsan. Bunaqa bandani Alloh tashab qo'ymaydi. Ishonaver. Seni muammoing nimada? Hamma amaling zo'ru, e'tiqoding ham zo'ru. Muammoing nimada? Shoshib ketyapsan. Sen bir yil do'kon ochsang, siraz pul unaqa bo'lmaydi. O'sha katta savdogar, ancha ishini yo'lga qo'ygan biznesmenlarni qaraganda necha yilda yetib keldi shu yerga. Sen ishonching komil bo'lsin, birodar. Sen mo'minsan, taqvodasan, halolsan, xayr ehsoning bor. Ota-onangning duosini olyapsan, xalqqa xizmat qilib duo olyapsan. Sening ishing yaxshi bo'ladi, ishon. Faqat mehnat qil, sabr qil, kut, shoshilma. Hozirgi avlodda ayni shu narsa yo'q. Nima yo'q? Sabr yo'q, kutish yo'q. Hamma narsa bo'lish kerak va bir